Assalomu alaykum. Hurmatli Ejevika Malina kanali a'zolari, bugun 29-iyun 2025-yil boya setkani yopishdan oldin ko'rsatdim. Mana endi setkani hozir birinchi bosh tarafini yopdik. Mana shunday qilib. Mana klipsada qotirib qo'yganmiz. Klipsada qotirilgan. Hammasi klipsada qotirib chiqilgan. O'rta bellardan ham bunday qilib klipsada qotirib qo'yiladi. 55% turetskiy setka. Soyani zo'r beryapti. Bundan ortig'i malinani pishmay qoladi. Malinalar fotosintez qilishi qiyin bo'lib qoladi. Mana shunda quyosh 55% ni sindirib beradi. Eng kerakli bo'lgan ultrafioletni yo'qotib beradi. Qolganida malina pishaveradi. Malinalar xudo xolasa bir yayrab pishsin. Setkani tortish boshlaydi. Xudo xolasa hammasini tortib bo'lgandan keyin ham bitta syomka qilamiz. Inshaalloh. Shamolda o'zi ko'tarilib pastga tushib turadi. O'zi 25, 30, 40 metrga setkani bo'lib olib turib tortish kerak bo'ladi. Setkani polniy splashnoy tortib bo'lmaydi. Bir-biriga qo'shib ulaverib ham bo'lmaydi. Bo'lay bo'lib turish kerak bo'ladi. Chunki shamol bilib bo'lmaydi. Ana shu oralardan o'tib ketish kerak bo'ladi-da. Mana stoykalar qotirilgan. Shu ikkita konteynerni temiriga qo'yib turib, setkani dumalatyapmiz-da, shirillatib turib ketaveradi. Xudo xolasa hamma setkasini tortib olsin, issiq kunlardan qutulib olsin.